What? Bugun sizlar bilan mana shunday teleport effekti qanday yasashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib narsa olgan videomizni olamiz. Ikkinchi bo'lib telefonga yashil fon qo'yib olamiz. Va undan keyin telefonga yashil fon qo'yganimizni chroma key tugmasi orqali yashil fonni yo'q qilib olamiz. Yashil fonni yo'q qilib olganimizdan so'ng naложение tugmasi orqali pastga tushirib olamiz. Pastga tushirib olganimizdan so'ng birinchi videoni kopirovat qilib olamiz. Va uni ham naложение tugmasi orqali pastga tushirib olamiz. Kopirovat qilib olgan videomizni udalить fonga o'tib brush orqali qo'l va idishchani belgilab olamiz. Faqatgina belgilagan narsamiz o'zi qoladi, qolgan narsalar o'chib ketadi. Video tayyor. Bundan foydali videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun Instagram sahifamga obuna bo'ling.